Yo, what's up guys? It's my YouTube channel and it's video my oh shit chalg'idim mayli birinchisiga o'zbekchalik salomlashib olamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bu meni birinchi YouTube kanalim и bu birinchi videoyim, vlog videoyim. Bu videoda men sizlarga birinchi videoda kanalim haqida ma'lumot beraman. Nimalar o'rganishlaring, nimalarni birgalikda o'rganishimiz, nimalar qilishim haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman bu videoda. Qisqasi, bu videoda bu kanalda, meni kanalimda sizlar nimani o'rganishlaring mumkin. Birgalikda intizom, hayot tarzini to'g'ri yo'lga solish, intizomli, to'g'ri, disiplinali hayot. Ingliz tilini o'rganaman. Men bilan birga sizlar ham o'rganishlaring mumkin, xohlasalaring. Endi конечно, men o'rganganimdan keyin sizlar ham qiziqib o'rganishlaring mumkin. 3-o'rinda. 3-o'rinda nima desak bo'ladi? 3-o'rinda sizlarga maslahat beraman. Yuz tuzilishi o't. Jashline haqida ma'lumotlar berib o'taman. Ba'zi qiziqqanlar bor. Keyin ingliz tilida listening, speaking shularni rivojlantirib boraman. Va har xil challenge'lar qilamiz. Kitob o'qiymiz. Nechidir yarim soat kitob to'xtamasdan o'qish, shunaqa qilib speakingni oshiramiz. Shunaqa gap. Endi nima desam ekan? Menimcha kanalim haqida ma'lumot shu. Keyingi ma'lumot. O'zim haqimda ma'lumot. Men kimman? Nima ish qilaman? Yilim necha yoshman? Uzr, endi duduqlanyapman chunki kameraga gapirmaganman oldin. Shuncha uering turib gapirayotganim bu katta gap. Men shu paytgacha Instagramda men video olib kelganman o'zbek tilida. Va men video manfaatsiz bo'lgan odamlar uchun. O'ylab qoldim yaqinda. Keyin o'zim uchun manfaatli va odamlar uchun manfaatli bo'lgan kontent qilib, ham o'zimga, ham odamlarga nimadir bera olgim keldi. Mana shunday desak to'g'ri bo'ladi. Shunday ekan, bu YouTube kanalda sizlarga bor bilimim va bilmagan narsalarimni birga o'rganamiz. Shunaqa gaplar, короче. Hozircha ingliz tili bo'yicha meni bilimim 0. Yo'q, jan 0 emas, tushunaman, ancha tushunaman. Kinolar ko'ryapman, listening, speaking qilyapman. Endi xudo xohlasa, keyingi videolarda o'sha inglizcha gaplar gapirishga harakat qilaman. Mayli, unaqa zo'r bilmasam ham, xato bo'lsa ham shu o'rganishim uchun xato bo'lsa ham gapiraman. Shunaqa. Shuni suv ichib olay. Shunaqa, men o'zim haqimga keladigan bo'lsak, ismim Sarvar, yilim 2008. 2008ga o'xshamaysiz deydigan bo'lsangiz, prosta bu genetika. Gen shunaqa. Yashash joyim Surxondaryo, Denovda tug'ilganman. Hozir Toshkentda, Yangiyo'lda turaman. Hozirgi momentda hozir kontent Moskvada boshlayapman. Moskvadaman. O'shaning uchun kelajakdagi maqsadim birinchi o'rinda ingliz tilini o'rganish, ikkinchi o'rinda streamer bo'lish. Xuddi Asho Speedlarga o'xshagan, shunaqa dunyo miqyosiga chiqa oladigan. Mayli, unaqa dunyo miqyosi emas, endi Xudodan so'rasa beradi. Shuning uchun shunaqa deb qo'yaylik. Dunyo miqyosiga chiqa oladigan streamer bo'lish. Ingliz tilida kontent qilib. Keyingisi
stomatologlikka o'qish. Shunaqa. Shunday qilib, birinchi vlogim tugadi. Sizlarga rahmat. Tomosha qilganlaring uchun shu joyigacha va keyingi videolarni kutib qolinglar. Goodbye guys.